Mana hurmatli sohibkorlar, bu chet mamlakat emas, bu o'zimizda. Mana qarang, uzumni ko'ring. Bu qora kishmish navi. Mana. O'sha eng maqtalayotgan usulda qilingan V shaklida. Bu uzum eng maqbul, eng qulay usul. Bu mana Davlat akamiz Rahmonov, mana o'zlari mana ko'p yillik tajribaga egalar. Mana bu usulni o'rganib, kelib, afzalligini bilib, bu usulda afzalligi nima? Mana biz yonidan ko'radigan bo'lsak, V shaklida qilingan. Mana sim tepasi mana bunday tortilgan, mana pasti torayib, mana eng pastda bitta sim. Buni afzalligi texnika bilan ishlash o'ta qulay. Yerda turib ishlanadi. Uzum tez pishadi. Odatdagi mana tik sim bag'azdan ko'ra bunga novda 2 qator yana qo'shimcha sig'adi. Endi uzumda tovarlik holati tik sim bag'azlarda osilib turganda mana novdaga ish qiladi. Novdaga ish qilish hisobiga mana bularda novdalari, mana uzumlarga turli chaqaga o'xshagan nimalar tushib qoladi. Endi buni osilib turadi mana. Xuddi oltiariq usulida qilib. Oltiariq usulida qilib agar uzum ekib ko'rishdi, unda kechikib ketyapti. Bizga kechikish kerak emas. Bunda ham uzum tez bo'ladi, hasharotlarga qarshi kurash oson bo'ladi. Va eng maqbul usul mana shu usul hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hosildorligini qarang buni. Mana. Xo'p, mana usul. Boshqalarga nima maslahat berasiz? Mana yangi dehqonlarga mana. Mana kimga ishqiboz bo'lsa, xo'p, bilgan maslahatimni beraman. Mana 50 sm ko'tarilgan. Xo'p. Taxta uzunligi 40 sm. Ha. Yana 50 sm-dan keyin mana taxta 60 sm. Xo'p. Uzunligi. Yana 50 sm-dan keyin mana 90. Bu shunda ora mana bemalol ochiq turadi. Shabada kirib. Mana tagi ham bemalol shabada kiradi. Ana shuni hisobiga ham shabadalar yaxshi tiyganiga, yaxshi nafas olganiga uzum ham tez pishyapti. Uni boshqa usullarga qaraganda hozir mana narini ko'ramiz, bundan kechkiroq. Chunki yerga oftob yaxshi tushyapti, issiqni yaxshi olyapti. Shabada yaxshi bo'lyapti. Texnika buni nimasigacha yaqin boryapti, mana bemalol. Kasal yo'q. Mana 1 gram o't yo'q. Yaxshi mana, holatlari yaxshi. Giberlin yaxshi ta'sir qilibdi. Giberlinda keyin bil texnikada chashdik. Har yil qo'lda qilardi. Buni afzalligi bor ekan. Texnikada chachishdi. Mana bir ikki joyda ko'rdik, cho'miltirgandan ko'ra texnika yaxshi bo'lyapti. Sababi o'sha giberlin mana bu novdan bilan barkam ta'sir qilyapti. Boshqa dori ham qo'shildi shunga. Infaq qo'shildi. Ham bagi ham oziqlandi, unga ham tegdi. Mana bagini qarangda, cho'miltirganlarga qaraganda bar qorayib, kattayib ketgan. Bagida ham qarang, baquvvatligini qarang. Juda zo'r. Bil birinchi qilishimiz texnikada, har yil qo'lda qiladi. Yo'q, texnika yaxshi bo'lyapti. Chunki hali bizda oldin Jahongir bor-ku. U necha yillik tajribaga ega u ham. O'shandan ham oldim. Xuddi o'sha Jahongir mana misol uchun texnikada qilyapti, hammanikidan yaxshi bo'lyapti. Tok kechishdi. Toshkentda Shuhrat Abrorov bor. Mutaxassis, xalqaro mutaxassis. Bu hammani ustozda. Tok kechishdi, o'sha odamdan o'rgandim, 3 yil bo'ldi. 3 yilda o'zim 2 tonna, 3 tonnada oshmasdi, hozir 6 tonnaga chiqardim. O'sha harakati bilan, o'sha maslahati bilan, o'sha videolarni ko'rib tashadi. Keyin bayda Quromatda toj nima bolalar? Sig'iljon aka bo'ldi. Shularning maslahatini olyapmiz. Xo'p, qani? Buni erta bahorda kesish, mana shunda 2 ko'z kesishiladi. Xo'p. Ikkita ko'z. Mana shunda 2 vosh uzum bo'ladi. Har 15 sm-da 2 voshdan uzum bo'ladi. Har 15 sm-da. 2 ko'z kesiladi xolos. Birinchi sinfda bolasi ham kesaveradi buni. Shunaqa oson kesish ham, dori sepish ham, hamtaq qilish ham. Shunaqa afzalliklari bor. Kim mana qilaman desa, yordam beramiz. Yaxshi. Ip qo'yish kerak. Mana qarang, ha, ana. Naqd ip qo'yish kerak. Mana endi mana bu uzum o'sha rasa o'sha yashikbob, xaridorbob, bozorbob bo'ldi mana. Ana orchasi olib tashlanyapti. Mana endi uzumda niq bo'lib qolish xavfi yo'q endi bunda. Mana hosil pishganda ham yana ko'ramiz kelib. Pishganda ham bitta olaman.
beldan qolganini qilamiz. Natija umuman yaxshi. Hosildorlik ham yaxshi.